paytgacha alhamdulillah baraka topganmiz bu uskunadan. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Afex Group kompaniyasi bugun lokatsiyaga bog'liq bo'lgan bizneslardan bittasi hojatxona qog'oz ishlab chiqarish zavodlarini ishlash jarayonlari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Mana zavodga tashrif buyurdik. Aktiv ish holatdagi ishchilar ishlayotibdi hozir ham. Afex Group kompaniyasining uskunalari va buni olishingiz tartibi qanaqa bo'ldi? Bu biznesga kirib kelishimiz yangi bo'lgan. O'zimizga shu Afex bilan hamkorlik qilib turib, shu uskunani olib keldi. Shu paytgacha alhamdulillah baraka topganmiz bu uskunadan. Bu uskuna yo'q edi, bu ishimiz yo'q edi. Hozir mana ishimiz bor, ishchi kuchlarimiz bor. Bizdan boshqa joylarning ham baribir uskunalarni ko'rgansiz. Aynan bizning uskunalarimizni tanlashingizga va bizning uskunamiz sizning mahsulotlaringiz sifatiga qanaqa ta'sir o'tkazyapti? Ya'ni uskunalarimiz afzallik tomonlarini ham bir aytib bera olasizmi aka? Uskunalar bo'yicha boshqa korxonalardan ham uskunalar ko'rdik. Hozirgi kunda ko'p, lekin Afex birinchi o'rinda menga qulaylik tushgan joyi pastidagi bilasiz, mana ko'tarib beradigan qog'ozni balansini, val bilan ushlab beradigan balansini ko'tarib beradigan datchiklarimiz mavjud. Yutug'imizni qog'ozimizni yirtmasdan o'zini balansida tekis olib borib beradi. Yutug'imizni, atxotimizni boshqa har bir chetidan atxotimizni tekis chiqarib beradi. Bu chunki qog'ozni to'g'ri valga olib borib berganini evaziga. Boshqa uskunalarda ko'rdik, qiyshuvroq ketib, qog'oz qiyshuv bersa, u yerda val baribir bir joyga tortib ketadi. U yerda kesayotganda atxoti baribir ikki tomondan kelsangiz ko'proq bo'ladi. Shuni bizning ozgina yutug'imiz hozir bu yerda buni atxotida bizni kam yo'qotish anaqasiga yo'l tushiramiz. Aka, endi eng ko'pchilikga qiziqtiradigan savol, sizni kompaniyamiz qanaqa yordam bera oldi shu apparatni qiynalmasdan ishlatishingiz uchun? Servislar qanaqa ekan? Masalan, yangi biznes boshlaganda ko'p odam baribir nima deydi, vohma bo'ladi, qilmaganman bu ishni deydi, bir xil aytadi, o'zingni bilgan ishingni qil deydi. Lekin shu savolimizga, shu o'zimizning bergan so'rog'imizga Afex bizga yordam beradi. Biza любой narsa, mana apparat kelgandan keyin olib kelib berish bilan bo'ldi emas. Bizni ishlab chiqarishimizga ham, hozirgi kunda ham nima muammo bo'lsa, Afexga bir og'iz telefon qilsa, bizga kelib turib, hamma anaqalarimizni to'g'rilab berib, maslahat berib ketishadi. Endi biznesni boshlayotgan tadbirkorlarga qo'rqmaslikni, karvon bitta rizqi bo'laylikni va Afexga murojaat qilsanglar, xudo xolasa hech qanaqa har bir savolingizga javob olasizlar. Ish jarayonida ketganingizda, masalan, Afex bizdan ketdi, bu yoqqa o'zim ketdim deb xavotir bo'ladigan bo'lsa, xavotir olmanglar. Afex sizlar bilan yil davomida, ish davomida har doim birga bo'ladi, chunki buni biz o'zimizda sinadik. Afexga maslahat beramiz. Hurmatli obunachilar, sizlar ham biznes boshlamoqchi bo'lsanglar, qanaqa biznesga kiradigan bo'lsam, menda texnologdan muammo bo'lishi mumkin, ishlab chiqarishdan muammo bo'lishi mumkin, tushunmayman degan savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol Afex Groupga murojaat qilishingiz mumkin. Biz biznesingizga prosta uskuna olib kelib bermaymiz. Biz sizlarni og'rig'ingizga yechim beramiz. Ya'ni xayolinglardagi biznesinglarni menga aytasizlar. Bizi o'shanga mos yechim qilib beramiz va uskunalarni ishlatib, ko'rsatib, o'rgatib beramiz. Sizlardan talab qilinadigan narsa faqat sotsanglar bo'ldi. Agar sotishga ham yordam beringlar desangiz, sotishga ham yordam beramiz.